2026-yildan boshlab yurtimizda chorvachilik uchun qator imkoniyatlar ochildi. Paxta, g'alla yer egalari, fermerlarimizga o'z joylaridan 20 sotixdan yer ajratib berib, zamonaviy naslli mollar boqish uchun zo'r imkoniyatlar ochildi. Yengil konstruksiyali fermalar qurib va unga naslli mollarni olib kelib boqish ayniqsa bu o'ta daromadli kasb bo'lib qoldi hozirgi kunda. Shu bilan birgalikda biz ham hozir yangi loyihalarimizga keldik. Loyihamiz o'sha 20 sotixdan oshiqroq bo'ldi bu yerda. 20 sotixdan oshiqroq joyga yangi chorva kompleksi qurilyapti. Hozirgi kunda Farg'ona viloyatida aynan kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chetdan naslli mol olib kelish, ichini zamonaviy jihozlar bilan to'ldirish kerak bo'lsa, aynan bizga Agroishonchga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga yangi loyihalar, butun hamma ko'rinishi, chizmalarni taqdim etamiz. Shu bilan birgalikda yengil konstruksiyali yangi o'sha zamonaviy chorva kompleksini qurishda biz yordam beramiz. Biz bilan bog'laning. Albatta Agroishonch sizga eng ishonchli hamkor bo'ladi.